Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugundan boshlab taniqli shifokor, olima Oydin Solihning haqiqiy tibbiyot kitobini audio shaklida e'tiboringizga havola etamiz. Ushbu loyihani Oydin Solihning xotirasiga bag'ishlaymiz. U kishini ilmi va tajribasi barchamizga foydali bo'lishiga ishonamiz. Zamonaviy meditsinaning inqirozi. Turkiya Jumhuriyati Sog'liqni saqlash vazirligi 2006-yili tayyorlangan surunkali kasalliklar hisobotiga ko'ra, Turkiyada taxminan 22 million kishi surunkali kasal va bunday kasalliklar soni tobora ortib bormoqda. Taxminan 15 million kishida yuksak qon bosimi bor, 4 million kishi qand kasalligi, 3 million kishi surunkali obstruktiv o'pka kasalligi, 2 million kishi koronar yurak kasalligi bilan og'riydi. Aholining 40%da turli darajalarda anemiya kuzatilgan. Bundan tashqari, yosh qizlarning aksariyatida, ba'zi erkaklarda, hatto bolalarda endometrioz kuzatilmoqda. Qisirlik keng yoyilmoqda. Har ikki chaqaloqdan biri jarrohiy yo'l Sezar amaliyoti bilan tug'dirilmoqda. Psixologik va ruhiy muammolar, rak, tiroid kasalliklar xalqni sel kabi bosmoqda. Rekombinant DNK dorilar, vaksinalar, DNKsi o'zgartirilgan ozuqalar insonlarning, ayniqsa bolalarning DNKsini o'zgartirmoqda. Bu ayanchli manzara insonlarni umidsizlikka, qo'rquvga solib, ularni davolanishda yanglish harakatlarga yo'naltirmoqda. Zamonaviy tibb va uning tashxis, diagnoz imkoniyatlari katta qadamlar bilan olg'a yurayotgandek ko'rinadi go'yo. Ammo kasalliklar ham xuddi shunday katta qadamlar bilan tarqalib, kengayib bormoqda. Kasalliklarni davolash choralari sifatida qilingan muolajalar esa aks ta'sir qilib, bugungacha ma'lum bo'lmagan kasalliklarni yuzaga chiqarmoqda. Biz uchun bu paradoks emas. Nega? Chunki zamonaviy tibbiyot falsafasi poydevoridan boshlab xatoga qurilgan. Masalan, zamonaviy tibbiyot inson badanida harorat, temperatura yuksalsa, uni pasaytiruvchi qon bosimi ko'tarilsa, uni tushiruvchi infeksiya tushsa, antibiotik qo'llashni o'rgatadi. Ya'ni zamonaviy tibbiyot kasallikni emas, simptomlarni yetkazishga harakat qiladi. Bu davo emas, balki jonli organizm immunitetiga e'lon qilingan shiddatli va davomli urushdir. Bizning immun tizimimiz bu zararli tibbiy eksperimentlar hujumga qarshi omonsiz qarshilik ko'rsatmoqda va to cho'kib, xarob bo'lguniga qadar taslim bo'lmayapti. Immunitet tizimi cho'kganidan keyin esa kasalliklar kishi boshiga birin-ketin yog'a boshlaydi. Zamonaviy tibbiyotning vitaminlar, rekombinant DNK dorilar va emlash materiallari, jarrohlik muolajalari, jarrohlik bilan tug'dirish, qon a'zolarini ko'chirish, ikki onali va probirka bolalari, ildiz hujayrasidan foydalanish, klonlashtirish vositalar orqali qutulish umidi bilan yo'g'rilgan bu xayollar har gap xusron, zarar bilan yakun topmoqda va topajakdir. Buning sababini yaratuvchining qonunlarini mensimasdan va yoki bu qonunlarga zid davo yo'llarini izlaganlarning dunyo qarashidan axtarmoq kerak. Haqiqatga olib boradigan yo'l ilohiy qonunlar toptalmagan yo'ldir. Bu qonunlar lahviy mahfuzda yozilgan. Qonunlar yaratib bo'lingan, ularning yaratilishiga nuqta qo'yilgandir. Allohning qonunlarida
o'zgarish qilinmaydi. Lekin haq ularning istaklariga tobe bo'lsa edi, aniqki osmonlar va yerdagilar va ularning orasidagilar fasodga uchrashardi. Mo'minun surasi 71-oyat. Bu oyat karimada Alloh taolo insonlarning tinimsiz o'zgarib turadigan istaklarini ro'yobga chiqarishga intilishlari ulkan falokatga olib kelishiga uqtirmoqda. Biz kasallikni emas, immunitet tizimidan chiqayotgan tahlika signallarini bartaraf etishga harakat qilamiz. Xatoni inson badanining yaratilishidan eslaymiz. To'g'rirog'i, xatoni Alloh yaratgan mexanizmdan qidiramiz. Holbuki, u yaratgan mexanizmda xato bo'lmaydi. Alloh yaratgan immunitet tizim barcha zamonaviy davolash usullaridan o'zini mudofaa qiladi. Bu usullarga oxirigacha qarshilik ko'rsatadi va oqibatda davo topgan insonlar dori yoki jarrohlik sharofati bilan emas, balki bu sharofatni chetlab o'ta olgan tufayli davo topadilar. Zamonaviy tibbiyot kasalliklarni yo'qotish uchun yangi usullarni ishlab chiqmoqda. Bu taraqqiyot natijasida o'limga olib boruvchi ba'zi kasalliklarning o'limga olib borish nisbati kamaygan. Harorat ko'tarilishi va tug'ishdan o'lish kabi. Ammo hech bir kasallik davolash yo'li bilan yo'qotilmadi. Aksincha, yangi kasalliklar paydo bo'lmoqda. Vabo singari kasalliklar esa o'z vazifasini tamomlagani uchun Alloh taolo tomonidan vaksina bilan emas, yer yuzidan yo'q qilindi. Bu demak, yer yuzida vabodan o'lgan shahiddir. Hadisida aytilgan shahidlik martabasiga loyiq inson deyarli qolmayapti. Bu jarayon yuksak harorat bilan bog'liq kasalliklar va tug'ishda o'limlarning kamayishiga o'xshaydi. Bugun ayollar tug'ishda o'lmaydi, chunki tug'ishda o'lishga loyiq ayol qolmadi. Tug'ishda o'lgan ayol shahiddir. Hadisi sharif. Bu mijozlarning siri ochilgan va mijozga qon guruhiga ko'ra oziqlantirish tizimlashtirilgan. Bu tizimni qo'llagan kishi barcha kasalliklardan qutula olardi. Gap shundaki, bu tizimni hayotga tatbiq qilish uchun zarur bo'lgan tabiiy, geni o'zgartirilmagan ozuqalar qolmagan. Koinotdagi barcha jism va tizimlar bir butundir. Badanimiz esa butun koinotning bir nusxasi, andozasi sifatida yaratilgan. Inson badaniga qaraganimizda har xil ichiga kirgan va bir-biriga dastak bo'lgan muazzam bir tizim namoyon bo'ladi. Zamonaviy tibbiyot bu muazzam borliqni bo'laklarga bo'lib o'rgangani uchun bu yirik tizim faoliyatiga bir butun ko'z bilan qaramagani uchun ham na kasallikka to'g'ri tashxis qo'ymoqda, na uning sabablarini bilmoqda va na unga davo topmoqda. Holbuki inson yaratilish qonunlarini bilsa va ularga amal qilsagina sog', sihatli va to'g'ri yashash imkoniga sohib bo'ladi. Bu kitobda aytilayotgan davolash usullarini anglash uchun unga yaxlit nazar bilan qarash kerak bo'ladi. Biz kitobda kasalliklarni yakka davolash ilmi bilan shug'ullanmaymiz. Shu bois kitob boshdan oyoq o'qilgandan keyingina uning davolash falsafasi va uslubiga oid tushuncha hosil bo'lishi mumkin. Bu kitobda zamonaviy bilimlarning yaroqsiz izohlariga to'la, og'ir uslubi o'rniga kasalliklar sababi va haqiqiy shifoning qayerdaligi sodda til bilan tushuntirildi. Bu kitob oxirat kuniga ishongan, o'z vujudi va jonli jonsiz barcha borliqlarga zulm qilishdan qo'rqqan,
shifo izlagan kishilar uchun tayyorlandi. Bu kitob yangi ilmiy terminlarni ko'z-ko'z qilish maqsadida emas, achchiq bo'lsa ham haqiqatni oshkor qilish maqsadida yozildi. Irsiy kasalliklardan tashqari deyarli barcha kasalliklarning sababi kishini hayratga soladigan darajada bir xil. Barcha kasalliklarning davosi ham deyarli bir xil. Qo'lingizdagi kitob bu sodda va hikmatga boy haqiqatni anglatish yo'lida Allohning izni bilan otilgan bir qadam. Kasal bo'lish insonning o'z aybi, o'z xatosidir. Chunki insonning badaniga uni kasalliklardan saqlaydigan shunday bir mukammal mexanizm joylashtirilganki, bu mexanizm ishdan chiqarish uchun ko'p mehnat qilish kerak. Agar inson shu mukammal mexanizmga ega bo'lib turib ham kasallansa, Alloh insonga shifo topishi uchun yo'l ko'rsatib qo'ygan. Inson bundan foydalanmasdan shifoni yanglish yo'llarda izlashi ikkinchi bir xatodir. Tibbiyotda xavfli hisoblangan butun kasalliklardan tabibning yordamisiz qutulish mumkin. Kasallikni tashxis qilish unchalik ahamiyat kasb etmaydi. Bu kitobda taqdim etilgan qurol va davolashlarni o'z hayotingizda tatbiq qilsangiz, tashxisni, kasalliklarning haqiqiy sababini tushunish imkoniga ega bo'lasiz. Sabablarni aniqlabgina qolmasdan bugungacha e'tibor bermaganingiz hayotiy ahamiyatga ega narsalarni ko'rasiz. Kasalxona eshigidan navbat poylamay, bir talay dori-darmonlardan va barcha davolanish xarajatlaridan qutulasiz. Sog'lom bo'lishning qanchalik qulayligini hayrat bilan kashf etib, shundan bir mukammal yaratilganligingiz uchun Yaratganga shukr qilasiz. Haqiqatga olib boruvchi yo'l ochiq va soddadir. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Kitobning to'liq qismini keyingi videolarda chiqarib boramiz. Xayr, sog', omon bo'ling.